Bitta birinchi endometriy yupqa deb yozib bergan uzi bilan davolanyaptimi shu regulonlar qayta berilishi? Yo'q. Ular o'zligi uzi qilishyaptimi? Regulon yozishdan oldin hammasi shu endometriy yupqa deb beryaptimi? Yo'q, endometriy yupqalikda emas, manda normalniy tushuyni menga o'sha meshni to'xtatib beradigan odamga borgandan keyin bitta tabletkani yozib, menga davom ettirasan deb aytmagan. Tushunmayapsizlar. Xo'p, gormonalniy narushение, ana shu gormonalniy narushение matkani ichidagi endometriy bilan bog'liq holatda bu. Endi regulon yozishimizdan ham o'zini qonun qoidasi bor. Agar biz uzi qilsak, endometriy oltidan kichkina bo'lsa-da, shunaqa kровотечение bo'lib yotgan bo'lsa, ana unda biz regulon beramiz. Endi agar endometriy qalin bo'lib, pishniy bo'lib, miometriyga demak o'sib kirib, endometrioz achaklar paydo bo'lsa, giperplaziya endometriy bersa, unda nabarot biz regulon berishimiz kerak emas. O'sha oyda qon yaxshi to'xtashi mumkin, keyingi oyda двойной qon ketadi. Bu joy hal qiladi biza nima yozishimizdan. Biza masalan meni taktikam shunaqa, hamma qon ketgan odamga regulon yozavermayman men. Mana buni holatiga qaraladi. Chunki uning uchun menstrualniy siklning fazasini tushunish kerak vrach. Qaysi fazada ketyapti, qaysi fazada endometriyning razmeri qancha bo'ladi. O'shanga qarab davolash metodi tanlanadi. O'shanda sababi bilan davolangan bo'ladi. Regulonni yozib qon to'xtatish prosta bu gormonalniy gubka bo'ldi. Gormon berdi, to'xtadi qon. Keyingi oyga двойной qon ketadi, hemoglobin tushib boraveradi. O'shaning uchun men hayron bo'laman, nimaga 3 ta 4 ta ginekolog hammasi shu bir-birini lecheniyasini davom qil deyapti. O'rtada uzi qilib tekshiryaptimi yo birinchi marta uzini xulosasi endometriy 3 bo'lgani uchun regulon yozgan doktorga qarab o'sha uzi bilan ketdimi deyapman. Men boshqa narsa ko'ryapman bu yerda. Men endometriy nabarot qalin ko'ryapman bu yerda. Mana shu endometriy qavat menstruatsiyani demak 14-kunigacha bitta gormonning hisobiga o'sadi. Ikkinchi gormonning hisobiga o'sgan qavat ko'chadi. Mana shu yerda endometriy qalin bo'ladi, pishniy bo'ladi, miometriyga o'sib kirib, mana bunaqa achaklarni hosil qiladi. Ana o'shanda menstruatsiya qon ketishdan oldin qanaqa boshlanadi? Jigaring qora bo'lib surkalib boshlanadi. Qon laxtay bo'lib ivib tushadi. Aloqaga xohish yo'qoladi. Menstruatsiya vaqtida va boshqa paytda qorinning pastki sohasida og'riqlar kuchli bo'ladi. Bu yerda qon ketganda qanaqa rang bo'lib boshlandi qonning rangi? Xullas men bu yerda adenomiyozga podozrение qildim. Bu yerda u endometriy yupqaligi